Hali xudo xohlasa uzbun mahalla 3tagina kottejlar bityapti. Hozir 3tasidan bittasini ko'rsatamiz. Общий kvadraturasi 1,4 sotuv. Tak 220 kvadrat. Bu yerda kichkinagina hovlicha qilingan. Bitta mashina kirish uchun vyezd. Bismillah, mana uyga kiramiz. Mana bu yerda как prixожая, как холл desa bo'ladi. Kiraverishdan keyin mana bu yerda kuxnya qilingan. Tak, stroyli jihozlangan. Plitalari bor. Mana bu birinchi etajimizda bitta sanuzyullari hali oxirigacha bitmagan, endi xudo xolisa bitadi, ozgina qoldi. Tak, mana bu xonamiz ustiga qarasak, kattaligiga qarasak, mana uchun bu zal bo'ladi. Tak. Mana bu yerdan tashqarida ham ozgina kichkinagina xonacha qilingan. Tak. Birinchi etajimiz va yana bittagina xonachasi bor. Xonasi spalni, xonasi детский. Mayli, hech narsa emas. Shu xonasini to'g'risida Bu yerda kotelniy bo'ladi, yanglishmasam. Kotellar turadi shekilli. O'zi kotelniy xona bo'ladi deganimizda. Bitta oynalari ochiq ekan. Havo kirish uchun. Bu yerga ventilyatsiya ham qo'yilgan, reshotkalari turibdi, kichkina. Bo'ldi, mana ketdi. Ikkinchi etajga boraylik. Kirganimizdan keyin alohida sanuzyul, dushovoy. Bu yerga unitaz qo'yiladi. Bu yerda bitta xonamiz bor. Mana bu родительский master bed spalnya. Şuna balkonchiga ham bor. Master bed spalnyada mana alohida sanuzyul ham bor. Yana bitta xonamiz bor. Bu spalnya. Buni hozir ocholmadik. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Buni как детский sifatida ishlatsa bo'ladi. Itak tepada bizda ikkinchi etajda bitta, ikkita, uchta master bed spalni, yana bitta, xudo xolisa spalni yoki детский qilib ishlatiladigan xona.